Mikrofon dürüz. Assalomu alaykum hurmatli Uşul kechening kubaları. Meni siylab, meni hurmatlab bitta qo'l chaqindilar. Malina javob paytida ekan, qaysi bir paytda meni oldimga bir yigit keldi. Aka deydi, siz deydi murda fokusnik bo'lgan ekansiz. İllüzyonist bo'lgan ekansiz. Gipnoz o'ynab yurgan ekansiz. O'shol o'rningizdan azmaz o'rgatmaysizmi? Men dag'i o'shintib azmaz boshlab qoldim ele deb Sultan Ergashev keldi. Xudoga shukr, o'shandan beri qo'ldan kelgancha o'sha bolaga azmaz bilganlarimni o'rgatdim. Sizlardan o'sha kezga cheyingi barliq yoshlarning to'ylarini shangdu ko'rkini chiqarib atqarib kelajetadi. Emi o'shol barliq to'ylarda yaxshi o'tkazgan Sultanning to'yida o'shol o'yin bo'lmay qolsa bo'lmasa kerak degan o'zim keldim. Qo'l chaqirыңыздар, yaxshi bir muzika. Bunlar az. Yaşlar, otur alazdan sürtki tırtazı. Mına жақта ежелер, енелер görür. Otur. Alırızı gelgizler, fokusta. Gelgizler, kol çağır, başta oturuz. Yaş ballar, pas ballık çarpmayız. Oturuz. Otur bu yaş ballar. Бұл birinci fokusumuz bardığınızlar menen salamdaşуу boldu. Özümüzdün jönököйлө bir çarşı bilen sizler menen salamdaşıp koydum. Maga bir жақшы шүстүрө keç balam. Ey jigit, sen beri keç. Assalamu alaikum. Atın kim? Orazbek. Orazbek, uylengensin be? Bir yılda qancha tuqum açıp çıkarsın? Ekimiz fokus oynayız. Mana bitta qo'l chaqib qo'yg'ila, jami bir shagird paydo bo'ldi. Orazbek, hozir men sana manavi bir narsani ko'rsataman. Mikrofonni qarmab tur, menga tutib turadi. Şu men tuxum. Şu tuxumdu. Hozir men senin jardamında çocuk aylantiram. Bo'lavergan. Endi to'q deb ish qilsa sen ham o'sha ishni qilasan, o'tirgan. Men bir direktda fokus ko'rsatib, ellerni ko'rmay qilsam, sen shunday o'tirib turasan.
Görüyorsunuz, biraz kol çağı başlap turasiz. Solomon Fox. Buna yosh bolalar o'tirib, yosh bolalar o'tirib olsa, vaqtdan ko'rasiz. Rahmat. Ikkinchi yordamchi yigit kelib qoldi. Qizlar da bo'ladi. Kelib qoldi. Bunavi mintib ko'rmoqlarda barda ko'rsin egizroq ko'tarilgan 3 boshqa razmerdagi jip. Yaxshilab tortqilar, cho'zlar. Cho'zlar yo'qlar. Buna eko'lash tortqilar. Mana kol çağı turasiz bolalar, işte Solomon Fox'tar. Buna qavarib qo'ylar, qiybildan yapib. Yaxshilaydi. Buna yosh bolalar chetga olingizlar, turancha. Mana shu yigitdan yaxshi gap chiqdi. Mayli bunini ham mahkam qarmog'ini qiymalay. Taqdir buni bo'ldi. Gel, jarlaniriz. Yigitlar, yaxshilab quloq solib turiblar. Bunavi jipni, mana ko'zingni olib. Ek uchidan qarmayman, bunday aylantirib kelib qarmayman. Sen qo'lingni qaychiqchi? Ya sen. Qo'lda qaychi bor. Qaysi yerdan qirqat kelsin? Shu yerim o'rtasidan. Tushundinglar-da, men hozir shuni aylantirib kelib qarmayman. Qancha? Sen da qo'ling qaychi qilin. O'shuni dosim kelsa, qaysi yerdan ekan? Qattiq ayt. O'rtasidan.
Mındaki men aylantirib kelib o'rtasini to'rladim. Bu jigit o'rtasini qaychi bilan kesib qo'ydi. Endi yerda ol uchidan laqarmoqlar. Abdullah qizib tujariga keldi. Kameraga chiq. Men o'rtasidan qaramadim, ha? Sen o'rtasidan kesding, ya qirqdingmi? Sal tarangroq tortdilar-chi. Sen ating kim? Ko'ptaran tortdi. O'skunbaymi? O'tanbay. Bedarak ko'tar bilan. O'rtasidan. O'rtasidan. Bulbul aytadi o'rtasidan deydi. Sen ham o'tirak ko'tar. O'tanbay, balkim sen meni yerdan kesgan bo'lishing mumkin. Qo'lcha qilar. Je bo'lsam bu yerdan kesgan bo'lishing mumkin. O'rtasi qayerda? O'rtasidan. Qo'lchaqlar ikki yoqqa tortdilar, uzilib ketsa sizlarga. Rahmat. Uka qiymildavadimi? Qiymildasa aytqina. Rahmatbek, bu xorilish esimdan chiqib qoldi. Qo'rqmay o'tirib turaveradi, ba'zi oxirida silinmaysiz. Ama açıp çıkan çocuğun ölüp olsun değilse. Ha, çeşmeler çek çıkarsa, ay maması, çeker aşağısı. Kurtancıç. 8 yaş belki сейчас.
yaxshilab qo'lchaqlar. Oldin charchini, skochni, zamokni, qaychini baylab qo'ydik. Oxirida mana yigitning kurtkasini ham baylab qo'ydik. Qo'lcha turasizlar. Qanday qana sol fokusda. Eğer жақын болса қолшаға тұрасыз туғандар. Рахмат. Mana bu yigitdan bir qovur olib qo'yaylik. Uka turchi. Qiynalib ham ketding o'xshaydi. Mana shu ichidan hozir cho'ja chiqish kerak, turib. Atın kimede? O'rozbek nima qildin? Tuxum qana? Ben qaranchi ishda bo'lib. Birinchi tweetni men tuyaman, ikkinchisini siz tuyib qo'yasiz. Maylimi? Rahmat. Hurmatli ukam, baxtli bo'lgin, umringiz uzun bo'lsin. Olgan jarim bilan rahmat, salomat bo'ling. Olgan jarim bilan qo'sha qarib, baloli chaqali bo'lib, o'sha uy bilan o'rdi baqit olib kelgan. Iyilik qo'shtab jirsin ardayam. Rahmat bardimarga. Qo'lcha o'zlari, Sultonbek o'zlari, ustozi Toshmat ovoz bo'ldi.